Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Ispaniyadamiz, xudo xolasa. Bugun 31-dekabr yangi yil kuni. Kollegalar bilan yig'ilib Madrid stadionini ko'rgani ketyapmiz. Real Madrid. Xudo xolasa borib, shu yerlarda chiroyli joylar bo'lsa syomka qilib kanalga qo'yamiz. Kuzatishda davom etinglar, kanalga obuna bo'linglar. Qani ketdik. Ko'chada hech kim yo'q. Chalim it olsa ham itdan qo'rqim. Metroga qanaqa bilet sotib olishni ham bilmayapmiz bu yerda. Vokzalga borish kerak deyapmiz. Metroga chiqsak boramiz endi, xudo xolasa. Qani ketdik. Madrid bizni kutyapti, biz ketdik. Moskvada shuncha yurganmiz. Madridda tualetlari ham bor ekan mana. Ispaniyani metrosida. Biletimiz ham tekinga tushdi. Thank you. Hamma stadionga ketyapmizmi, qayerga ketyapmiz bilmaymiz, lekin ketyapmiz. Stadion ashtomon. Hala Madrid. O'qatmayaptimi bular, ha? Nabbola bo'lyapti. O marafonga qatnashish kerakmi? Thank you. Tekin ekan, tekin bo'lsa, deydi-yu. Shuncha odam qayerga ketyapti? Bizam yuguraylikmikin deyapmiz. Valla futbolkasidan topa olmadik. Bo'lmasa yugurardik biz. Mana o'sha registratsiyada sotishadi. Ana stadion, lekin o'ta olmayapmiz. Hamma yo'l yopiq. Birinchi marafonchilar kirar ekan, keyin biz. Stadion Madrid. Sois una bestia, sois una bestia. İspanya, Madrid stadion oldi turibmiz mana. Zo'rg'a kirib oldik. Y es que son tantos años, concretamente 61, tantas anécdotas, historias por contar, cada uno de los 40.000 corredores. Os recuerdo que también la compañía energética Contigo Energía, pionera de la comercialización de energía 100% renovable en España, se une a esta carrera con el objetivo de reforzar las acciones medioambientales de la Vallecana, impulsando iniciativas como la transición. Reportaj ketyapti. İspanya ko'chalari.
Hozir. Rassomlar hayoliga kelishga